Qobiliyatingiz qayerdan kelgan deb o'ylaysiz? Uni menga Xudo yuqtirgan deya olasizmi? Albatta, bu uni menga bergan yagona tuhfasi. Buni siz chizdingizmi? Ha, men chizdim. Buni surat deb ataysizmi? Sizni xafa qilmoqchi emasman. Lekin nahot ko'rmayotgan bo'lsangiz, bu asarda xunuk narsa tasvirlangan. Nahotki yaratgan menga qandaydir xunuk narsani chizishim uchun qobiliyat bergan. Asarlaringizni sotib olishadimi? Yo'q. Demak, nochorsiz. Ha, judayam. Demak, yaratgan sizga qobiliyatni nochor yashashingiz uchun bergan. Hech qachon bunday deb o'ylamaganman. Unda nima deb o'ylagansiz? Nimani nazarda tutyapsiz? Balki menga berilgan rassomlik qobiliyati hali dunyoga kelmagan odamlar uchundir. Chizgan suratlarim kuchli va zaif tomonimni to'ldirib turadi. Iso Masih dedi: "Ko'rinadigan narsalarga murojaat qilishdan saqlaninglar, aksincha ko'rinmaydigan narsalarga ishoninglar." To'g'ri, lekin Hatto Iso Masihni ham hayotligida hech kim uni tanimagan. Yana shuni bilamanki, Iso Masihni o'limidan 30-40 yil o'tgachgina tanishgan. Tirikligida esa hech kim tanimagan.